Assalomu alaykum muhtaram prezidentimiz. Sizning qarorlaringizga ko'ra noqonuniy egallab olingan yerlarni, o'zboshimchalik bilan qurilgan binolarni tekshirish yuzasidan qaror chiqargansiz. Bizlar Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Langarota yo'li, katta sentralniy yo'lini yuzidamiz. Katta Arab qishlog'i Ilobod mafiyadan. Mana shu joylar noqonuniy egallab olingan. Yo'lda usti mana sentralniy yo'l. Mana bu imorat, mana shu imoratimiz 2018-yil qurilgan, to'g'ri. Buni yonidagi mana bir qavatli bitilayotgan joyda kadastr bo'limidan qurilayotgan paytida bezdagi hozir auksiondan yutib olinmagan yo'lda yuzi. Auksiondan yutib olinmagan, dokumenti yo'q, loyiha chiqmagan, hozir bir imoratni chiqarib o'tiribdi. Lekin men 1097 kadastr bo'limiga telefon qilganman. Ular menga Qarshiga jo'natyapti, Qarshi Qamashiga jo'natyapti. Qamashi 18-yilda qurilgan deyapti. Hop 2018-da mana shu xona qurilgandir. Masalan 15 metrga 7 metrda 8 metr joy qurilib bitkazilgan. Shuni yer maydoni qanchagacha? Yer maydoni 1 sotikmi, 2 sotikmi yo 5 sotikmi? Yo 6 sotikmi? Qanchagacha egallab olingan bu joy? Shuni ichini, yer maydonini ichiga qurilish qilish mumkin deb o'ylab, meni fikrim. Bu hozir mana shuncha qurilish qilyapti. Bu Qamashi tumanida kadastr bo'limi, Qamashi tumani mas'ullari menga javob xati jo'natyaptiki, 2018da bitirilgan dokument deyapti. Dokumentalniy yer deyapti. Iltimos, muhtaram prezidentimiz, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Katta Arab Ilobod mafiya qishlog'idamiz. Bu Langarota yo'li Qiziltepa shaharchasidan 2 kilometr tepada. Iltimos, bizlar ham tadbirkormiz. Auksionga qo'yiladigan qonuniy auksionga qo'yib, qonuniy qilib yerlarni ish qilishsin. Qamashi tumani mas'ullari, iltimos sizlardan ishlaringizni bilib qilingizlar. Men Xudoyqulov Dilnur Boysari o'g'liman.